Hammaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan shu Ziko FM. Bugungi videoni obloshkasidan ko'rib turganingdek, bugun telefonda short stream qilishni o'rganamiz. Doim mendan so'raysizlar, qanday stream qilasiz, nima qilasiz deysizlar. Mana endi bugun shu narsani o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin bitta ma'lumot berib o'taman. Sizlarga tekin olmas kerak bo'lsa, meni videoimda sekretniy so'z yashirilgan. Shu sekretniy so'zni kommentariyaga yozib qoldirsanglar, nergi videoga kelganda sizlarga 100 olmas podarka qilib tekinga beramiz. Qanunda vaqtni ko'p olmasdan boshlaymiz videoni. Birinchi navbatda telefonga App Store yoki Play Marketga kirib olamiz. Menda App Store, shuning uchun App Store kirdim. Keyin esa Princeton Live degan ilovani tortib olamiz. Menda tortib ham bo'ldi mana. Endi tortib bo'lganingizdan so'ng uni ichiga kirib olamiz. Birinchi navbatda sizdan Google ga kirasiz. Boshqa akkauntingizdan bo'lsa, boshqa akkaunt kirasiz. Men Google dan ochganman. Google kiritib, o'zingizning akkauntingizni, Gmailni kirgizib olamiz. Birini razрешение qilamiz. U so'rayapti, sizdan hech narsa qilishmoqchimisiz deydi. Ha deysiz. Keyin esa ekranni bosamiz. Ekranni bosganimizdan keyin tepada настройки belgisi bor. Настройки belgisini bosamiz. Agar biz shorts qilmoqchi bo'lsak 916, agar katta video bo'lsa boshqasini bosib qo'yamiz. Biz hozir shorts qilmoqchimiz, shuning uchun 916 qilib qo'yamiz. Keyin esa ready'ni boshlashni bosamiz. Keyin esa bu yerdan YouTube'ni tanlab olamiz. YouTube'da stream qilmoqchi bo'lsak, keyin esa yana bir bor akkauntlarimizni kirgizib olamiz. Google akkauntni kirgizib bo'lganimizdan keyin bir niyatni bosamiz. Keyin esa ozgina sabr qilamiz, bo'ldi. Keyin esa shu yerni ustiga bir marta bosamiz. Keyin bu yerdan stringga qanday nima yozib qo'ymoqchisiz deyapti. Biz bunga men o'zimdan narsam yozaman. Ziko FF. Keyin stickerga kiramiz. Shu narsani qo'yib qo'yamiz. Keyin esa stringga hamma kirsin. Keyin esa O'zbekiston, Rossiya, Qozog'istonni qo'yib qo'yamiz. Keyin esa uni pastdan описание yozib qo'yamiz. Описаниеga xohlagan narsangizni yozsangiz bo'ladi. Masalan, IDingiz, o'yin IDsi, Birobatar. Men esa prosta O'zbekiston deb qo'ydim. Undan keyin shu joyni ustiga bir marta bosib, foto galereyamizga kiramiz. Galereyamizdan qanaqa nima desa bo'ladi, streaming boshlanishini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Obloshkasini men shu obloshkani tayyorlab qo'ygandim. Shuni qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, deyarli tayyor. Endi shuni qo'yib bosamiz. Endi настройкасidan birinchi narsasi bu kalendar, qachon qay vaqtda qo'yib qo'yasiz streamni. Bu esa publichniy qilib qo'yganingiz yaxshi. Chunki buni hamma ko'radi streamingizni. Uchinchisi bu yosh bolalar uchun ko'rishmi yoki kattalar uchunmi deyishyapti. Bunda yosh kattalar uchun qilib qo'yamiz, chunki so'kinsangiz bloklab qo'ymadi. Agar yosh bola qilsangiz bloklab qo'yishi mumkin. Bu yerda esa qaysi yo'nalishda stream qilasiz, bu yerdan o'zingiz topib yo'nalishingizni yozib qo'yasiz. Men hozir topa olmadim o'zimning yo'nalishimni. Keyin esa bu yerdan eng pastga tushamiz. Eng pastda bu shart emas ham, bo'ldi, deyarli tayyor. Endi esa ekranni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerni kichkina yoqib qo'yamiz. Ekran ko'rinmay turadi. O'chirib qo'ysak esa ekran ko'rinadi. Keyin esa go live'ni bosamiz. Go live'ni bosishimiz bilan bu yerda mikrofon chiqibdi. Mikrofonni bossak ovozimiz eshitiladi, mikrofonni o'chirsak eshitilmaydi. Keyin esa ostovatniy zapisni bosamiz. Hozir stream qila olmayman, chunki menda ekran zapis qilyapti, ekranni narsa videoga olyapti. Bo'ldi, shu bilan sizlar stream qilishni bilasizlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bilan obunani bosib qo'ying. Unda bo'lmasa hammaga xayr, jigarlar sog' bo'linglar, streamlaringizga omad.